Azizki bu begovoy дорожка nima shu paytgacha xalqqa ko'rsatmaganmiz aka. Bu вообще kerakli narsa ekan bu. Bank sohasida, resepsiyon sohasida turib, endi bu yog'iga sport bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q degan bahonalar o'tmas ekan aka. Hattoki ayollar bu dazmol qilsa ham bo'lar ekan. Dazmol qilib turib sport bilan shug'ullanar ekan. Uni ustiga bola boqsa ham bo'lar ekan aka. Sport bilan shug'ullanish umuman hech qanaqa ayolga bo'ladi. hech qanaqa sabab qolmagan aka. Juda ham zo'r, komfortli narsa ekan aka. Uni ustiga narxi necha pul dedingiz? 2,5 million so'm. 2,5 million so'm. Uzun anaqada ham bormi? Uzunda bor, uzunda liderlardan bittasiga chiqqanmiz yo'q, savdo bo'yicha. Haqiqatda aytganingizni buni ko'proq xalqimizga ko'rsatishimiz kerak. Endi bahona o'tmaydi va kelajak ofislarni biz fitness ofis ko'rinishida ko'ryapmiz. Mashalloh. Fitness ofis, chunki fitnessga borishga vaqt yo'q, probka. Конечно aka. Расход ortiqcha. Ha, yasha. Keyin norma bo'yicha kuniga 10,000 metr yurishimiz kerak. Qachon yuramiz? To'g'rimi? 10,000. Конечно, ham ish ketyapti, ham sport Bir ketyapti. soatda переговорimizda yurib qo'ysa bo'ladi. Gap yo'q. Ya'ni mana bu texnikangiz nima aka bu? Bu stol ham kerak emas. Velosiped bilan stol ikkita bittada mana noutbukni oldik, keldik, o'tirdik. Bu open space'larga zo'r. Nimaga? Chunki katta kabinet kerak emas. Misol uchun endi 100 ta odam ishlaydigan ofisda aytaylik 25 ta ofis zona qilib qo'ysak, qolganlar shuna kompyuterda o'tiradi. Yana bitta narsa xayolim keldi. Obed qilayotganda foydalansa bo'ladi. Obed qilsa ham bo'ladi, yasha. Obed qilsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Men o'zim shunday o'xshashiga foydalanaman, haqiqatda qulay. Uzanasa ham bo'ladi. O'tirib. Bo'ladi. Ular sanasa bo'ladi. Gap yo'q. Zo'r narsa ekan aka mana bu. Narxi necha pul aka buni? Buni narxi 3 million 700 atrofida. Zo'r aka. Narxiga voобще narsa ekan. Qimmat narsalar emas. Bu ommabop, hamma o'zi bemalol sotib oladigan narsaga, misol uchun hozir oyiga 100 ming, 200 ming so'mdan misol uchun tushadigan narsa. Onlayn zakaz qilasiz, dostavka. Onlayn savdoda hammasi bor. Zo'r aka.